Jizzaxga qilgan 6 sotixli loyihamiz tayyor, mijozga berishga tayyor. Sizlarga qisqacha ko'rsatib o'taman. 2 qavatli loyiha bo'lib tushyapti. Bu yoqda hop mashinaga kirish uchun, ikkita mashina bu yoqda kirish uchun. Bu yoqda navis bo'lyapti, bu yoqda uy egalari va mehmonlar kirish uchun paradni kirishib beramiz. Yo'llarni yopib olganmiz. Ham shamollar, ham qor yomg'irdan pana bo'ladi. Hop, bu yoq tomondan ko'rinishi, bu kalitga alohida ko'rinishi, bu uyimiz paradni bo'lib, o'rtasi oldiga bo'lib chiqyapti. Zina qor yomg'irdan yopilish uchun balkonlar yopganmiz, balkon qor yomg'iri yopilish uchun alohida tom ishlaganmiz. Va romlarimiz baland ko'rinish uchun bu loyihamizda va ko'p loyihalarda ishlatib o'tganimiz egini rom rangi bilan bir xil qilganmiz. Vizualning balandroq ko'rinadi va romimiz ingichka, pakana bo'lib ko'ringandan ko'ra chiroyli ko'rinadi. Yan tomonlaridan ko'rinishi, yon tomonlardan ko'rinishi, bu yoqda mashina kirish uchun 4 ta mashina bu yoqda turadi yoki yozda ham bemalol o'tishi mumkin. Sharoitlar bor. Bundan tashqari bu yoqda yoz oshxona, yoz oshxonadan shunday qishki oshxona kirsak bo'ladi. Qishki oshxonadan chiqib osh-ovqat hammasini tayyorlashga juda ham qulay qilib loyihalangan. Mijozimizga loyihamiz juda ham yoqdi. Xudo xolasa, ulgursak balkim o'zlarini ham qo'yib boramiz.